Assalomu alaykum, hurmatli Bag'at avtosentr kuzatuvchilari. Bugun 11-aprel 2025-yil. Obzor so'raganingizda yana bir qator obzor etib beramiz. Mashina topishda qiynalib turibmiz. Sotadigan mashinalaringiz bo'lsa, bemalol aytganinglar. Naq pul sanab o'shada o'zamiz 5-6 mashina pul barazi, naq pul. Shitir, kartada desangizda kartadan ham o'tirib beramiz. Bu kartadan pul. Xo'sh, birinchi danishtiradigan mashinamiz 2023-yil 2-pozitsiya 16.000 km yurib turibdi. Klassikasi Radnoy, oblisovkalar qo'yilgan, yumshoq bolon, qimmat chexol, evakor poliklar hamma narsalari tayyor. Pakarina propani bor. Mashinning bahasi 137 million so'm. Avtokredit olaman desangizda 3 million so'm bilan chiqadi. Oylik to'lovi 4,5 million so'mdan tushadi. Capital Bankdan 23% dan chiqarib beramiz. Zo'r aytib qo'ydilar. Yana 3 million so'm bilan minib ketasizlar. Notarius Gaysa Dinli. Aylık to'lovi 4,5dan 5 yilga chiqadi. Keyingi mashinamiz 2023, kuzov 24, 6000 km yurib turibdi. Benzinda. Mashinaning bahasi 150 million so'm, nomerlari olingan. 6000 km yurib turibdi. Avtokredit olaman desangizda 15 million 200 ekkelasizlar. Notarius Gaysa Dinli aylık to'lovi yana 400 ming so'm, 500 ming so'm arzonlagan. 4,5 million so'mga tushdi. Nechatish kerak endi bundan ortiq aqina. Shu darajaga tushirib turibdi yine. Bu hammasi yurtboshimizning qo'lida, prezidentimizning qo'lidagi narsa. Yine arziman bilan 3 million so'm bilan qachon mashina minib yuradingizlar? 15 million so'm bilan paket Cobalt. Bir vaqtlar 50-60 million so'm to'lanadi dedi. Oylik to'lovim shunday 4 million 5 million so'mdan chiqadi dedi. Oylik to'lovini aytdik 4,5 milliondan tushadi. Keyin Cobaltimiz short spreadga 2024 600 km yurib turibdi. Mashinning tan narxi 152 million so'm. Agar nomeram ichida desangizda avtokreditda 16 million so'm bilan chiqadi. Nomeram ichida bo'ladi. Oylik to'lovi 4 million 700 dan tushadi. Short spreadga 600 km yurgan. Keyingi mashinamiz kuzovi 23, texpasport 22, 17.000 probeg yurgan. Metan gazlari bor. Aytib turibman probegini ham, yilini ham hamma narsani aytib turibman. Qaytadan takrorlab, ya bo'lmasa qaytarib o'zingiz ko'raverasizlar. O'zini tan narxi 140 million so'm naqd pul, avtokredit bo'lsa 14,5 million so'm bilan chiqadi. Oylik to'lovi 4 million 200 dan tushadi 5 yil. Metan sedan hamma narsalar bor, tayyor. Keyingi Damazimiz 2025 patologlari, apshipkalari hammalari koja, pasi teler ham to'shalib tayyor bo'lib turibdi. Metan gaz birinchi nomerlar ham olingan. 3700 km haqiqiy o'zini probegi. Liboylar apart tekshiraverasizlar. Mashinaning bahasi 93 million so'm. Avtokreditda 6 million bilan chiqadi. Notarius Gaysa Dinli oylik to'lovi 2 million 900 ga tushib turibdi. 3 million 220 edi avvalgisi. 2 million 900 ga tushib turibdi 5 yil. Keyingi Gentra'miz avtomat korobka 2018-yil 72.000 probeg yurib turibdi. Pakalina metallari bor, klaplarına kulish degan emas. Zastonkasini ham akşam üzüm yudurdim. Metanda sel sitaforlarda o'chaverdi, yudurdim. 50 km benzinda haydang deb tayyorlab yubordilar. Mejigar pul, qimmat chexol, ochiq qolibdi-ku bu. Ya yangi açtı ha, pul tugeldi-ku buni. Mers yine Malibu rullar, Mers barları, monitor, zadniy kamera, ne bo'lsa ish qilib ercha balonlarnacha bor. Avtomat korobka. Matkirim hammi, kim u? Polat hammi, ya Muratjon hammi, mashina aladan bo'lsa, palankasi ham avtomat Gentra'da yuribdi deydilar, lyuki bor. 23-yil, 18-yil, yil degan narsa ishlatilmaydi. Ana shuning uchun bosib beraverasizlar. Oq svet yine pakalina metallar ham bor. Mashina tan narxi 127 million so'm. Agar avtokredit olaman desangizlar 10 million so'm bilan chiqadi. Oylik to'lovi 5 million 200 dan tushadi. 3 yil lekin shuni ham ayting. 3 yil chiqadi bu. 18 bo'lgani uchun. Keyingi Cobaltimiz 2020-yil 67.000 probeg yurgan, o'zini hali Radnoy Islandda turibdi. Salonlardan yana kelib ko'rasizlar. Balonlari toza. Kraskasi aytib ko'pmiz, ish kapot toza qo'yilgan. 20-yil mexanika. Metan gazlar ham bor. Mashina bahasi naq olsa 115 million so'm beramiz. Oxiri bitadi ona. Naq pula. Avtokredit olaman desangizlar 10 million so'm bilan chiqadi. Oylik to'lovini e'tibor etasizlar 3,5 million so'mdan tushadi. Spark'da aylık to'lov ham shuningdek chiqadi masalan. Liboy avvallar shundan chiqqan.
Şimdi 20. yıl Spark'lar 3 milyon 800, 4 milyondan çıkan dacı. 3,5 milyon so'mdan Libo adam to'lab biladi lekin. 5 yil chiqadi 20. yil bo'lgani uchun. Keyingi Nexia'miz 2002 yil lyuks konditsioner, akşam ham ko'rib ketdilar buni. LDI'si bütün tekshirib ko'raverasizlar. 203 ming probeg yurgan, metan gazlari bor, balonlarning holatlari o'rta holatda. Mashina bahasi 35 milyon so'm. Avtokredit olaman desangizlar, gelsangizlar, necha so'm pullarınız olsa shunga qarab chiqarib beraveramiz. Keyingi Gentra'miz 2015 yil 174 ming probeg yurib turibdi. Bu ham shu qimmat chexollari, ABS, airbag, saka diskalar, yumshoq balon hamma o'zlari qo'yilgan. Mashina ideal holatda turibdi. Evakuo poliklar ham tashalgan. Kraskasi mayda-chuyda bor. Bahası 102 milyon deb turdik. 100 milyon so'mga tushirdik. 100 milyon so'm. Yana üstünde 1,5 so'm gelişip beramiz. Gelsangizlar, ega telefonimizdan tartışıp naq pul oladigan bo'lsangizlar, gelişip beradilar. Avtokrediti olaman desangizlar 31 milyon bilan chiqadi. Aylık to'lov 4 milyon so'mdan tushadi. Bu ham shu 3 yilga chiqadi. Shuni aytib qo'ying. Keyin 19 yil Gentra mashinamiz Albera'dan yerinde turibdi. Kraskasini chiqadimi? Toza. Pitnosi bor. Ish krelinde pitnosi bor. 112 ming probeg yurgan, metan gaz hamma o'zlari tayyor. 2019 yil 135-140 milyondan satılıp turgan vaj 115 milyon so'mga turibdi. Avtokrediti 7 milyon so'm bilan chiqadi, oylik to'lov 4 milyon so'mdan tushadi. Like bosib beraverasizlar shu yerni. Bu ham shu gap, shu 23 yil Gentra olsangizlar ham, 19 yil Gentra olsangizlar ham Habibullah shu Gentra'da yuribdi deydilar, tamam. Başka gap yo'q. 23 yil Gentra'da yuribdi demeydi. Bu Cobalt'tan satıp beraveramiz 2014 yil euro. 100 milyon so'm bo'lsa beraveramiz. Ishi 2 eshik toza qo'yilgan. Matiz utib olish imkoniyati oz qoldi. 15 adam qolib turibdi. Mashallah adamlar ko'pisi qo'shilmay turibdi. Qo'shilsangizlar bu omad bu. Bu nima deydi? Alloh taoladan bu. Agar bersa Xudo utib olishingiz mumkin. Ana bo'lmasa 8 danami 9 dana mayda-chuyda sovg'alarimiz ham bor. Televizor, kir mashin. Satiladigan mashinalarimiz bo'lsa bemalol akkilaverasizlar. Shu yerda naqd pul asosida o'zimiz sotib olamiz. Adresini tushuntiradigan bo'lsak, Urganch tarafdan kelaverishda Ullu Bag'atni katta svetofor qurugi bor. Quruqdan o'tib 500 metr yurgandan keyin o'ng qo'lda elektroset bor. Yana chap qo'lda pena blok chiqarib qo'yibdilar. Shu yerdan o'tgandan keyin chap qo'lda bo'ladi. Hazarasdan kelsangizlar, Diamond Cafe, Mol bozori svetoforı, svetofordan o'tgan deyin, mana o'ng qo'lda oladi 200 metr o'tgandan keyin. Assalomu alaykum, like bosib qo'yishni unutmang.